Hadi. Videoda biz Demolition Derby. Demolition Derby multiplayer oyunu zor değil. Birinchi o'ynagan sizlarga nima? Hali ko'rsatgan game birinchisini majburlab o'ynatib qo'ygan. Birinchisini o'ynab ko'rdim. Keyin yana birinchisini o'ynagandan keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Aytaymi? Moshlarni almashtirish bilan qayta almashtirsak maydonda yo'q bitmas ekan. Xullas, boshqa kirib ketmoqda. Bitmas ekan hali. Hadi, top berma. Ha, topdim. Mana garaj kirashlaringni boshqa mashina qo'yib yo'q mashinalarni ulasila bo'lakan ma'lumi. Nech pul ekan bu? 150 dollar. Biz olamiz, uchun olamiz. Hop. Ikkinchilik beramiz, ikkinchilik beramiz, shuning uchun olmaymiz. Endi sizlarga ikkinchisini o'ynab chiqishni boshlaymiz. Ketdik. Mana bu o'yin grafikasi ancha yaxshi emas. Bu o'ynasanglar bo'ladi, do'stlar bilan o'ynaladi. Do'stlar bilan o'ynasanglar ancha qiziqroq bo'ladi va yaxshi bo'ladi. Agar do'stlar bilan ularni o'ynasanglar mazza qilasizlar. Demolition Derby'ning birinchi va ikkinchi gemida ikki qismi bor. Yoki to'rtinchi qismi ham bor. Ularga o'ynab ko'rsataman. Vaqt boradi. Vaqt bor. Nima qildi? Men nima deyapti? Men reklama chiqib qoldi, bo'laveradi. Mashinalarni Combat Kingdom Race Combat degan serverlar borku. Keyin mana qilmaslar o'rsanglar bo'ladi. Mana qo'yasizlar. Upgrade qilsanglar bo'ladi. Ko'yinga hammasi 2 ta ekan. Bu 3 ta ekan. Qanchalik gana qolsa shuncha oshga to'lar ekan. Yaxshiganda. Xullas. Vaqtim hali borligi uchun 2-3 qismini o'ynab ko'rsatib berishim mumkin. Qanday o'ynalishini o'yin shartlarini tushuntirib mana o'zi o'ynashni o'rgatadi. O'yinda mana poygam yo'q bo'lganda o'ynamayman. Mashina o'ldiraman. Ana. Kullam. Dirima men nima to'xtayman. Ana, yetdimi qoldi. No, nicho. Men dirimli mashina xabar bilinadi. Bilinadi. Hozir shuni kelaman. Cho'k ikkalasini. $400 tugadi. Mana $400 tugadi. Mashinaga o'ynaysizlar. Bu Kingdom anaqasi mana mina qo'shilgan bo'lamazdi. O'ldirib olaylik. Ana. O'ldirib olsanglar hozir. Keyin mana voy nima bosib o'lishyapti bular? Hozir o'ldiradigan bular. Ye. Yo maya. Nima hozir? Yaramas. Hozir. Qochchuqa. Menga bo'ladi. Nima qildi bu hozir? Ana hozir. Men nima deyapti bular hozir buni kelaman. Allohim marjiga bo'ladi. Bosib ketaman ustini. O'taman, yuraman, shunaqasi o'taman, olishadi.
Xullas, maza bo'ladi. Sen bunaqa agar mashinani tutib ketsa, qochmaydi. Shunaqasiga o'ynaveraylar. Bunaqa mina qo'yib tashlaylar. O'ldiradi. Hozir chiqib yutqizmaydi. Bizi yaxshi. Xullas, hali yana ko'p vaqt bor. Agar hozir video tuyab bo'lsa, shunda nima bo'ladi? Qisqa video bo'ladi. Mana poyga rejimi ham bor. Sizlar uchun обязательно hamma rejimlarni o'ylab ko'rsatib berishlaringizni xohlaman. Shuncha mehnatimga like bosib qo'yishlar arziydi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysa, men shulardan juda xursand bo'laman. Shuning uchun like bosing. Bu qilsam afg'on bo'lamiz. Panika tushmaymiz. Voy. Ketamiz. Mana olgan narsalarni ishib birpas ishlatolmasanglar bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki nima? Shuna qo'ying. Menga mana combat rejimi yoqdi. Chunki unda mashinalarni shuni kelasizlar. Bu mashinalarni kelasizlar. Yo'lini aytasizlar. Jitti tarib qo'ysalar pangalab ketadi-da. Yo'lini kelasizlar. Tok uch ketadi. Mazza o'ynaydi. Kelib turib, tok amal qiladi bo'ladi. O'zim o'ldirdim. Qanaqasi edi? Bu o'zini o'ldirar ekan bu. Yo'q aka. O'ynashmadi. Nima deyapti hozir? O'zim epicga yurishlarni olib qo'yaylik-da. Tok. İkinci gitti. Lekin reklamasi har o'yin oxirida reklama chiqishi bo'lar ekan. Boshqalar tepada hali kill degan joy turibdi. O'sha yerda 0 ta turibdi. Hozir bitta. Ikkinchisini qilamiz. Ikkinchi kill bo'ladi hozir. Voy, aylanishchi buni. Unaqa ikkinchi kill. Getirip uramiz. Qoch ke. Portlasa. Shuna. Ana avtobus portlagan. Portlatmani avtobus. Mana ham orqaga yurganlar. Bizni nuqtai ishar bular. Aslida ular bu arada ikkalama birdimi o'ynaganlar. Grafikasi bunday yaxshi-da. Mana bu nima bu? Uchda bakmam, ikkida qanaqa kelyapti-da? Oblayni ketdi.